Har kuni millionlab insonlar 8 soat davomida ish stoli ortida o'tiradi. Statistikaga ko'ra, ofis xodimlarining 80% gacha yil davomida kamida bir marta bel, bo'yin yoki yelka og'rig'iga duch keladi. Eng ko'p zararlanadigan qismlar esa aynan bo'yin va bel hisoblanadi. Muammo faqat uzoq vaqt o'tirishda emas, asosiy sabab noto'g'ri o'tirish holati. Umurtqa pog'onasi yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmasa, tanani ushlab turish uchun barcha yuk mushaklarga tushadi. Natijada charchoq, noqulaylik va og'riq paydo bo'ladi. Shu sababli Libernova shunchaki qulaylik emas, balki sog'lom ish muhitining muhim qismidir. Libernova kreslolari umurtqa pog'onasini qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan. Sozlanadigan bel tayanchi, tana harakatiga moslashuvchi sinxron mexanizm hamda individual sozlamalar yuklamani bir tekis taqsimlashga va ish davomida to'g'ri qomatni saqlashga yordam beradi. Libernova bu shunchaki kreslo emas, bu har kuni sog'lomroq va qulayroq ishlash uchun yaratilgan yechim.